25 ta nogiron insonlar ertaga oilalari bilan o'tirishibdi. 25 ta oila. Bor narsalarimiz, guruchimiz bor, shakarimiz bor. Neydi? Grechkamiz bor, kofemiz bor, choyimiz bor, zugushonkamiz bor, tushonkamiz bor, sosiskamiz bor, sirimiz bor, 2 xil kolbasamiz bor. Hozir yana 2 xil kelyapti. Premligimiz bor. Sovun, shampun, idish yuvadigan hamma narsa bor, un bor. Har bitta oilaga 2 tadan yog' bor, makaron bor, sabzi, kartoshka, piyoz. Hozir 3 xil narsa yo'q. 3 xil narsani qaysi biriga kim nima hissa qo'shsa, mana bu Telegramimga o'tinglar. Faqat ustki krug, iltimos Instagramga qo'ymaymiz. O'zimizga o'xshagan kamroq inson bilan bo'lsa ham, kamroq insonlarga bo'lsa ham yordam qilamiz. Go'shimiz yo'q, tovug'imiz yo'q, tuxumimiz yo'q. Kim qaysinga hissa qo'shadi? Go'sht 2 kilodan qilmoqchimiz. Tovuq 1 donadan, tuxum 1 fleytadan.